Men bilaman do'stlar, ko'pchiliklar osma shiftni o'rnatishni bilmayapsizlar. Qanday osma shift o'rnatsam zamonga talab, ancha yil xizmat qiladigan, mijozim kelganda uyaltirib qo'ymaydigan va premium darajada go'zal bo'lsin, hashamdor bo'lsin deydigan osma shiftlar albatta Gipsart kompaniyasida. Xususiy obyektga kelganmiz, kelinglar. Mana sizlarga rejni patologlarni ko'rsatamiz. Bu yerga rejni patolog o'rnatildi. Nimaga bunaqasi o'rnatiladi? Mijoz kirib kelganda yoki xususiy joyi arendaga berayotganinglarda ham oson bo'ladi, chunki zamon talabi, ancha yil xizmat qiladi, uyaltirib qo'ymaydi va ko'rinishi hashamdor bo'ladi. Kelinglar endi ikkinchi tomonni ko'rsataman. Bu qora grillatov bilan mana shunaqa chiroyli, akkuratni kichkina svetlarni qo'yilgan. Bu odamga yaxshi kayfiyat beradi. Qora grillatovni mana bu xonadan ko'ringlar. Agarda do'stim qarang, mana bu yerga bitta divanni qo'yib qo'ysangiz, kompyuterlarni qo'yib qo'ysangiz, bu yerda ishlayotgan odam, katta pullarni sarflaydigan odam ham, katta pullarni ishlaydigan odam ham mazza qilib premium joyda o'tiribman deydi. Yaxshi kayfiyat beradi albatta. Ana endi bu joyi ham qaranglar, mana shunaqa chiroyli qora grillatovni sizlar ham hoziroq shaxsiy xabar jo'natib Gipsart kompaniyasidan o'rnatib olsanglar bo'ladi. Gipsart kompaniyasi servis, sifat va tezlik.